Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda muhim, har biringizni ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtiradigan yangilikni muhokama qilamiz. Hozirda millionlab oilalarni o'ylantirayotgan savol bor. Gaz uchun to'lovlar qanday bo'ladi? Bizga biron bir yangilik bormi? Bugun aynan shu masalaga oydinlik kiritamiz. Pensiyadagilar uchun gaz bo'yicha kompensatsiya masalasi rasman tasdiqlandi. Bu sizning byudjetingizga, farovonligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim o'zgarish. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni o'tkazib yuborish juda katta xato bo'ladi. Har bir detalni tushunib olishingiz shart. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda mamlakatimizda gaz ta'minoti va uning narxlari bilan bog'liq vaziyat tobora keskinlashib bordi. Biz yashayotgan davrda energiya resurslarining narxi butun dunyo bo'ylab oshib bormoqda va bu holat afsuski bizning yurtimizni ham chetlab o'tmadi. Kommunal to'lovlar ayniqsa qish mavsumida oilaviy byudjetning sezilarli qismini tashkil etishi hech kimga sir emas. Pensiyaga chiqqan, turmushning qiyinchiliklarini boshdan o'tkazgan, yillar davomida davlatimiz rivoji uchun o'z hissasini qo'shgan faxriylarimiz uchun esa bu yuk yanada og'irroqdir. Ilgari gaz narxi nisbatan barqaror edi. Biroq iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlariga o'tish jarayonida narxlar asta-sekin, ba'zi hollarda esa sezilarli darajada o'sishni boshladi. Bu o'zgarishlar ko'pchilikni xavotirga soldi. Chunki pensiya miqdori har doim ham oshib borayotgan narxlarga mutanosib ravishda o'zgarib bormasligi mumkin. Ko'plab oilalar, ayniqsa bir kishi pensiya hisobiga yashayotganlar, har oy oxirida kommunal to'lovlarni qanday qoplash haqida jiddiy bosh qotirardi. Ayrimlar gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lashda qiyinchiliklarga duch keldi. Bu esa qarzlar va gaz ta'minotining uzilishiga olib kelishi mumkin edi. Bu vaziyat tabiiyki pensiyadagi fuqarolarimizning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni yanada noqulay ahvolga solib qo'yardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz ushbu muammoga jiddiy e'tibor qaratdi va pensiyadagi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida maxsus kompensatsiya mexanizmini joriy etishga qaror qildi. Bu kompensatsiya pensiyadagi fuqarolarimizga gaz uchun to'lov yukini yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Ya'ni endi ma'lum mezonlarga javob beradigan pensiyadagi shaxslar gaz uchun sarflangan mablag'larning bir qismini davlat tomonidan qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning o'z keksa fuqarolarga g'amxo'rligi va hurmati ramzidir. Bu mexanizm orqali pensiyadagilarning oilaviy byudjetiga qo'shimcha og'irlik tushishining oldi olinadi va ularning turmush sharoitini yaxshilashga yordam beriladi. Shu sababli bu yangilikni bilish va undan to'g'ri foydalanish har bir pensiyadagi fuqaro uchun nihoyatda muhimdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil xo'sh. Bu kompensatsiya nima, kimlarga tegishli va kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kompensatsiya so'zining o'zi nimani anglatadi? Bu sizning gaz uchun sarflagan ma'lum bir summaning davlat tomonidan qoplanishi, ya'ni qaytarib berilishi. Bu to'lov sizning gaz uchun to'lagan pulingizni ma'lum bir foizini yoki belgilangan miqdorni qoplash shaklida bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz endi gaz uchun kamroq haq to'laysiz yoki to'lagan summaning bir qismi sizga qaytariladi. Kimlar uchun bu muhim? Asosan bu kompensatsiya ikki asosiy guruhdagi fuqarolarimizga qaratilgan. Birisi nafaqaxo'rlar, ya'ni yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchilik yo'qotganlik pensiyasi oladigan shaxslar. Bu guruhga kiruvchi har bir fuqaro agar boshqa mezonlarga ham javob bersa, kompensatsiyaga da'vo qilishi mumkin. 2. Moddiy yordamga muhtoj oilalar. Agar pensiyadagi shaxsning oilasi ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali moddiy yordamga muhtoj oila deb e'tirof etilgan bo'lsa, ular uchun kompensatsiya olish imkoniyati yanada oshadi yoki qo'shimcha yengilliklar berilishi mumkin. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Agar siz pensiyada bo'lmasangiz va sizning oilangizning daromadlari belgilangan me'yorlardan yuqori bo'lsa, bu kompensatsiya sizga tegishli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Misol uchun, agar siz faol mehnat faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsangiz va pensiya olmasangiz yoki sizning oilangizdagi har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromad miqdori juda yuqori bo'lsa, siz ushbu kompensatsiya dasturiga kirmasligingiz mumkin. Bu davlatning resurslari cheklanganligi sababli yordamga eng muhtoj qatlamga yordam berishga qaratilgan. Keling konkret misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bir misol. Oddiy pensioner
yolg'iz yashovchi Ma'suma opa Toshkent shahrida yashovchi 7000 yoshli Ma'suma opa oddiy pensiya oladi. Uning yagona daromadi pensiyasi. Ma'suma opa o'z uyida yashaydi va uyini isitish, ovqat pishirish uchun gazdan foydalanadi. Qish oylarida uning gaz sarfi ancha yuqori bo'ladi. Chunki u katta uyda yashaydi va isitish tizimi eskiroq. U har oy o'rtacha 300 ming so'm gaz uchun to'laydi. Bu uning pensiyasining qariyb 25% ni tashkil qiladi. Ma'suma opa uchun bu juda katta miqdor. Chunki u dorilarga ham, oziq-ovqatga ham pul ajratish kerak. Yangi kompensatsiya mexanizmi joriy etilgandan so'ng Ma'suma opa mahalladagi ijtimoiy xizmatlar bo'limiga murojaat qildi. Uning arizasi ko'rib chiqilgandan so'ng unga har oy uchun gaz sarfining 2% miqdorida, lekin maksimal 1,2 ming so'm kompensatsiya ajratildi. Bu shuni anglatadiki, u har oyda o'zining gaz xarajatlaridan 1,2 ming so'mni qaytarib oladi. Natijada uning gaz uchun to'laydigan sof miqdori 300 mingdan 1,2 ming so'mga kamayadi. Bu Ma'suma opaning oilaviy byudjetidan har oyda 1,5 ming so'm tejash imkonini beradi. Bu pullarni u dorilarga, oziq-ovqatga yoki boshqa ehtiyojlarga sarflashi mumkin. Bu kichik bir summa bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin yolg'iz pensioner uchun bu juda katta yordamdir. İki misol. Er-xotin pensionerlar farzandlari bilan yashovchi oila qishloqda yashovchi 65 yoshli Otabek bobo va 63 yoshli Zuhra momo birga yashaydilar. Ularning o'ziga to'q katta yoshli farzandlari bor, lekin ular alohida uyda yashaydi. Otabek bobo va Zuhra momo umumiy pensiya oladilar va ularning yagona daromadi shu pensiya. Ular ham qishloq sharoitida o'z hovlisida gaz ishlatadi. Ularning gaz sarfi qishda 400 ming so'mga yetishi mumkin. Ularning oilaviy daromadi, ya'ni pensiyalari bir kishi uchun belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan biroz yuqori bo'lgani sababli ular avvaliga kompensatsiyaga umid qilmadilar. Biroq yangi qoidalarga ko'ra, agar oilaning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshmagan taqdirda kompensatsiya olish imkoniyati saqlanib qoladi. Ularning holatida oilaviy daromadlari hisob-kitob qilindi va har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdori belgilangan minimal miqdordan past deb topildi. Natijada Otabek bobo va Zuhra momoga ham kompensatsiya ajratildi. Ularga gaz sarfining 3% miqdorida, lekin maksimal 100 ming so'm kompensatsiya berildi. Bu ularning har oylik gaz to'lovidan 100 ming so'm tejashlariga imkon yaratdi. Bu pul ularning kundalik ehtiyojlari uchun qo'shimcha mablag' bo'lib xizmat qildi. Uch misol, kvartirada yashovchi faol pensioner shaharda kvartirada yashovchi 62 yoshli Nodira opa yaqinda pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi nisbatan yaxshi, chunki u uzoq yillar davlat idorasida ishlagan. Uning kvartirasida markaziy isitish tizimi bor, lekin ovqat pishirish uchun gazdan foydalanadi. Uning gaz sarfi oyga o'rtacha 7 ming so'mdan oshmaydi. Nodira opaning daromadi, ya'ni pensiyasi belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan sezilarli darajada yuqori. Bunday holatda Nodira opa kompensatsiya dasturiga kirmasligi mumkin. Chunki kompensatsiya asosan moddiy yordamga muhtojlik darajasi yuqori bo'lgan va gaz sarfi sezilarli bo'lgan pensionerlarga qaratilgan. Uning pensiyasi va gaz sarfi miqdori hisobga olinganda, u davlat tomonidan muhtoj deb topilmaydi. Bu shuni anglatadiki, har bir pensiyaga chiqqan shaxs avtomatik ravishda kompensatsiya ola olmaydi. Dastur aynan ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan. Bir misol, uyda gaz balonidan foydalanadigan pensioner Qashqadaryo viloyatining Cheka qishlog'ida yashovchi 75 yoshli To'xtasin bobo. Uning qishlog'iga markazlashgan gaz ta'minoti tarmog'i hali yetib kelmagan. U va uning oilasi 2 kishi o'z va xotini uyni isitish va ovqat pishirish uchun suyultirilgan gaz balonlaridan foydalanadi. Har oyda ular 2-3 ta gaz baloni ishlatishadi. Har bir balon narxi, masalan, 8 ming so'mdan bo'lsa, ular oyiga 1,6 mingdan 2,5 ming so'mgacha pul sarflaydi. To'xtasin bobo va uning xotinining pensiyasi umumiy hisobda nisbatan pastroq. Ular ham ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan. Savol tug'iladi. Ularga ham kompensatsiya beriladimi? Axir ular tabiiy gazdan emas, suyultirilgan gazdan foydalanmoqda-ku. Yangi qoidalarga ko'ra bunday holatlar ham inobatga olinadi. Suyultirilgan gazdan foydalanuvchi muhtoj oilalar va pensionerlarga ham belgilangan tartibda kompensatsiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Bunda sarflangan suyultirilgan gaz narxining ma'lum bir qismi qoplanadi yoki aniq belgilangan miqdordagi pul mablag'lari ajratiladi. Bu To'xtasin bobo oilasining og'irini yengillatishga xizmat qiladi. Ularga ham masalan oyiga
100.000 so'm miqdorida kompensatsiya ajratildi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya olish uchun nafaqat pensioner bo'lish, balki oilaning umumiy moddiy ahvoli va gaz sarfi miqdori ham katta ahamiyatga ega. Davlat yordami eng ko'p ehtiyojmand qatlamga yo'naltirilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgani kabi. Gaz kompensatsiyasi masalasida ham bir qator istisnolar, o'ziga xos jihatlar va dastlabki qarashda ko'zga tashlanmaydigan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish kompensatsiyani muvaffaqiyatli olish uchun juda muhimdir. 1. Nogironligi bor pensionerlar uchun istisnolar. Agar pensioner birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligiga ega bo'lsa, ularga kompensatsiya ajratishda alohida yondashuv qo'llanilishi mumkin. Ba'zi hollarda ularning daromad darajasi boshqa pensionerlarnikiga nisbatan yuqoriroq bo'lsa ham kompensatsiya olish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Shuningdek, ularga kompensatsiya miqdori yuqoriroq bo'lishi yoki boshqa turdagi qo'shimcha yordamlar ko'rsatilishi mumkin. Buning sababi nogironlik bo'lgan shaxslar ko'pincha qo'shimcha tibbiy xarajatlarga ega bo'ladi va ularning turmush darajasini saqlab qolish uchun ko'proq yordam talab etiladi. Masalan, birinchi guruh nogironi bo'lgan pensionerga belgilangan maksimal kompensatsiya miqdoridan 20% ko'proq to'lanishi mumkin. Ikkinchisi, urush va mehnat faxriylari, urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun ham alohida imtiyozlar va kompensatsiya mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Ular odatda imtiyozli toifaga kiradi va ularga gaz kompensatsiyasini ajratishda soddalashtirilgan tartib yoki yuqori miqdorlar qo'llanilishi mumkin. Bu ularning vatan oldidagi xizmatlari uchun davlat tomonidan ko'rsatiladigan hurmat va ehtiromdir. Ularga ba'zi hollarda gaz sarfining barcha qismi yoki juda katta qismi qoplanishi mumkin. 3. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Agar kompensatsiya olayotgan pensionerning oilaviy ahvoli o'zgarsa, masalan, u bilan yashayotgan farzandlari doimiy daromad topa boshlasa yoki aksincha oilada yana bir nafaqa yoshidagi shaxs paydo bo'lsa, kompensatsiya miqdori yoki uning ajratish tartibi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Har yil yoki har yarim yilda pensionerning ijtimoiy va moddiy ahvoli qayta baholanadi. Masalan, agar pensionerning yoniga yo'ri maosh oladigan farzandi yashash uchun qaytib kelsa, oilaning umumiy daromadi keskin oshib ketadi va pensioner kompensatsiya huquqini yo'qotishi mumkin. Aksincha, agar pensionerning yoniga turmush o'rtog'i ham pensiyaga chiqib, birga yashay boshlasa va ularning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshmasa, ular ham kompensatsiya olish huquqini saqlab qoladi. 4. Asosiy turar joy turi va gaz hisoblash usuli. Kompensatsiya miqdori va shartlari siz yashayotgan turar joy turiga va gazdan foydalanish usuliga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, markazlashtirilgan gaz ta'minotiga ulangan xonadonlar uchun va suyuq gaz ballonlaridan foydalanuvchilar uchun kompensatsiya ajratish tartibi farq qilishi mumkin. Shuningdek, gaz hisoblagich o'rnatilgan yoki o'rnatilmagan bo'lishi ham muhimdir. Gaz hisoblagich mavjud bo'lsa, sarflangan gaz miqdori aniq hisoblanadi va kompensatsiya shunga ko'ra belgilanadi. Agar hisoblagich bo'lmasa, normativ bo'yicha hisoblanadi. Bu esa kompensatsiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda shuni eslatish kerakki, hisoblagichni o'rnatish har doim ham foydali, chunki bu ortiqcha to'lovlardan qochishga yordam beradi. Kompensatsiyaning to'lash usuli. Kompensatsiya mablag'lari pensionerning pensiya kartasiga yoki bank hisob raqamiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilishi mumkin. Yoki ba'zi hollarda bu mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri gaz ta'minot korxonasi hisobiga o'tkazilib, pensionerning qarzini kamaytirish shaklida ham amalga oshirilishi mumkin. Bu nuansa pensioner uchun juda muhim, chunki u mablag'ni qanday olishini oldindan bilishi kerak. Ba'zi pensionerlar naqd pulda olishni afzal ko'rishsa, boshqalar uchun kartaga tushishi qulayroq bo'ladi. Bu tartib joylarda, ya'ni pensiya jamg'armasi va gaz ta'minoti korxonalari bilan hamkorlikda belgilanishi mumkin. 6. Qarzlar mavjudligi. Agar pensionerning gaz uchun katta qarzi bo'lsa, kompensatsiya dastlab shu qarzlarni qoplashga yo'naltirilishi mumkin. Ba'zi hollarda kompensatsiya faqatgina qarzlar to'liq to'langandan keyin naqd shaklida berilishi mumkin. Bu juda muhim nuansa. Chunki ko'plab pensionerlar gaz uchun qarzga ega bo'lishi mumkin. Oldin qarzlarni hal qilish, keyin esa oylik kompensatsiyani olish tartibi ko'pchilik uchun tushunarli bo'lishi kerak. 7. Muddati va qayta ko'rib chiqish. Kompensatsiya. Odatda
ma'lum bir muddatga, masalan, 1 yilga tayinlanadi. Bu muddat tugagandan so'ng pensionerning ahvoli qayta baholanadi va kompensatsiyaning davom ettirilishi yoki miqdorining o'zgarishi hal qilinadi. Shuning uchun har yili tegishli organlarga murojaat qilish va zarur hujjatlarni taqdim etish zarur bo'ladi. Bu jarayon kompensatsiyaning adolatli taqsimlanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu istisnolar va noaniq jihatlarini bilish, pensionerlarga kompensatsiyani olish jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldini olishga va jarayonni yanada tushunarli qilishga yordam beradi. Har bir pensiyaga chiqqan fuqaro o'zining shaxsiy holatini inobatga olgan holda mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlari yoki pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishi shart. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Gaz kompensatsiyasini olish uchun siz qanday amallarni bajarishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalarimizni diqqat bilan tinglang. Bir axborotni yig'ish. Birinchi navbatda sizga eng so'nggi va aniq ma'lumotlar kerak bo'ladi. Asosiy rasmiy manbalar, hukumat xizmatlari markazlari, sobiq yagona darcha markazlari, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari, mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlari eng ishonchli manbalardir. Aynan shu yerda sizga kimlar kompensatsiya olishi mumkinligi, qanday hujjatlar kerakligi va arizalarni qabul qilish muddatlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Asosiy internet resurslari. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya milliy agentligining rasmiy veb-sayti yoki davlat xizmatlari portalidan my.uz ma'lumot izlashingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu portallar orqali onlayn ariza berish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Gaz ta'minot korxonasi, mahalliy gaz ta'minot korxonasi, hudud gaz ham bu masala bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Chunki ular kompensatsiya hisob-kitoblariga bevosita aloqador bo'ladi. 2. Asosiy hujjatlarni tayyorlash bu eng muhim bosqichlardan biridir. To'liq va to'g'ri tayyorlangan hujjatlar jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport, fuqarolikni tasdiqlovchi asosiy hujjat, asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, pensiya olish huquqini tasdiqlovchi hujjat. Bu ham asli va nusxasi bilan taqdim etiladi. Asosiy gaz uchun to'lov kvitantsiyalari, so'nggi 6 indek oy ichidagi gaz uchun to'lov kvitantsiyalari. Bu sizning gaz sarfingiz va to'lov tartibingizni tasdiqlaydi. Agar sizda qarzlar mavjud bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. Bank rekvizitlari, karta yoki hisob raqami. Kompensatsiya mablag'lari o'tkazilishi uchun sizning bank kartangiz, agar pensiya kartaga tutsa, yoki shaxsiy hisob raqamingiz rekvizitlari. Oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma. Asosiy mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan ushbu ma'lumotnoma siz bilan birga yashovchi oila a'zolarining tarkibini tasdiqlaydi. Bu sizning oilangizning umumiy daromadini hisoblash uchun muhimdir. Asosiy daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma agar talab qilinsa, agar sizning oilangizdagi boshqa a'zolar ham ishlaydigan bo'lsa, ularning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyidan. Bu ijtimoiy himoya idoralariga oilaning umumiy daromadini baholashda yordam beradi. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz, uning guvohnomasi, ariza blankasi, maxsus belgilangan shartlardagi ariza blankasi. U siz murojaat qiladigan joyda hukumat xizmatlari markazida yoki pensiya jamg'armasida beriladi. Ariza berish jarayoni, qayerga borish kerak? Siz arizani hukumat xizmatlari markazlari, DXM pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki o'z mahallangizdagi ijtimoiy xizmatlar xodimiga berishingiz mumkin. Ba'zi hududlarda ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ro'yxatdan o'tganlarga avtomatik tarzda yoki soddalashtirilgan tartibda kompensatsiya tayinlanishi mumkin. Onlayn ariza my.uz portali orqali onlayn ariza berish imkoniyatini tekshiring. Bu sizning vaqtingizni tejashga yordam beradi. Arizani to'ldirish. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Xatoliklar arizaning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining uzayishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rang. Asosiy hujjatlarni topshirish. Asosiy barcha hujjatlar bilan birga arizani topshiring va arizangiz qabul qilinganligi haqidagi kvitansiya yoki tasdiqnomani olishni unutmang. Bu kelajakdagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga dalil bo'lib xizmat qiladi. 4. Arizani ko'rib chiqish va holatini tekshirish. Arizangiz topshirilgandan so'ng u belgilangan muddatda ko'rib chiqiladi.
Odatda 15-30 ish kuni ichida. Bu jarayonda sizning daromadlaringiz, oilaviy tarkibingiz, gaz sarfingiz va boshqa tegishli ma'lumotlar tekshiriladi. Asosiy holatni tekshirish, arizangizning holatini tekshirish uchun siz murojaat qilgan idoraga, DXM yoki pensiya jamg'armasi murojaat qilishingiz yoki agar onlayn ariza bergan bo'lsangiz, MyBigGov.uz portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatishingiz mumkin. Ba'zi hollarda sizga SMS xabarnoma ham kelishi mumkin. Agar arizangizni ko'rib chiqish jarayonida qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar talab qilinsa, ularni tezkorlik bilan taqdim etishga harakat qiling. 5. Kompensatsiyani olish. Arizangiz ijobiy hal etilgan taqdirda kompensatsiya mablag'lari sizning ko'rsatilgan bank hisob raqamingizga yoki pensiya kartangizga o'tkaziladi. Odatda bu oylik asosda amalga oshiriladi. Nazorat. Kompensatsiya mablag'lari to'g'ri o'tkazilayotganligini nazorat qilib boring. Agar mablag'lar o'z vaqtida tushmasa yoki miqdori noto'g'ri bo'lsa, darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Bu jarayonning har bir bosqichini diqqat bilan kuzatish va barcha talablarga rioya qilish sizga gaz kompensatsiyasini muvaffaqiyatli olishga yordam beradi. Unutmangki, har bir viloyat yoki tuman bo'yicha ayrim kichik tafovutlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng aniq ma'lumotni o'zingizning hududingizdagi tegishli davlat idoralaridan olish eng to'g'ri yo'ldir. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugun biz pensiyadagilar uchun gaz kompensatsiyasi masalasini juda batafsil muhokama qildik. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat bir quruq yangilik, balki millionlab insonlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan jiddiy qadamdir. Kompensatsiya davlatning o'z fuqarolariga, ayniqsa keksa avlod vakillariga bo'lgan g'amxo'rligi va qo'llab-quvvatlashning yaqqol namunasidir. Siz ushbu imkoniyatdan to'liq foydalanishingiz uchun barcha kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Bugungi videoda muhokama qilingan har bir jihatni inobatga olgan holda o'zingiz uchun tegishli xulosa chiqarib, amaliy harakatlarga o'tishingizni so'rayman. O'zingizni yoki yaqinlaringizni bu muhim yordamdan mahrum qilmang. Sizningcha bu kompensatsiya kimlarga ko'proq yordam beradi? Sizning hududingizda bu qanday amalga oshirilmoqda? Sizda qanday savollar yoki tajribalar bor? Fikr mulohazalaringizni sharhlarda qoldiring. Biz har bir fikrni o'qiymiz va baholaymiz. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Yangi va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha